Shuncha odamlarga yordam qilar ekansiz, qo'lingizdan kelsa ko'chadagi bechoraga $1000 yordam qiling. Bo'ldi, bajaramiz. Ketdik. Muhtojlarni istab 16-bolnitsani bolalar bo'limiga keldik. Hozir biz 16-go'rbolnitsadamiz va ushbu bolnitsada bolalar bo'limidagi bir opamizni dardini eshitdim. Sizlarga batafsil aytishim keragi yo'q. Bu yerga odamlar bir oddiydan kelmaydi. Shuning uchun men u shartni bajarib, shu opamizga shu pulni topshiraman. Sizga ham rahmat. Bolalaringiz tuzalib ketsin. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. Nechtasi davolanyapti? Ikkitasi Nogironlik, shu uchun shu yerda davolar. Bitta gap eshitdim, shu rostmi? Farzand eringiz topgani shu yerga ketyapti. orada qarziga ham kirib ketdi. Yetkiz olmaymiz. Ilohim shifosini bersin. Rahmat sizga ham opa. Sog' bo'linglar. Xo'p, tinch bo'linglar. Kommentariyada eng ko'p yig'ilgan shartni bajaraman. Obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz yetadi.